Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi yana bir chiroyli darvozamizni Toshkent viloyati Chinoz tumaniga olib kelib o'rnatdik. Samarqand fasonidagi bu darvozamiz mana juda chiroyli holatda o'rnadi. Eniga 370, bo'yiga 3 metr bo'lgan razmerga o'rnadi bu darvozamiz. Juda chiroyli chiqdi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Videomizni oxirigacha ko'rsalaring, darvozamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz, materiallar haqida tanishtirib o'tamiz. Demak, boshladik. Eniga 370, bo'yiga 3 metr, stoykalari 10/5 shviller bo'ldi. Ikki yoni tagi 10/5 shviller bo'ldi. Tepa holati 10/5 profil, 1.7 stenada bo'ldi. Ichidagi profillari, qirg'oqdagi ramkalari 8/4, 1.7 stena bo'ldi. Ichidagi profillari esa 6/4 profilda bo'ldi, 1.7 stenada ular ham. Darvozamiz ikkilik list ustiga 1/1lik bunday tosh listda bosildi. Ikki qavatli variantda o'rtalariga steklovatalar bosildi, mana ko'rishlaringiz mumkin. Qirg'oqlarga, vibralargacha bosildi. Juda chiroyli chiqdi bu darvozamiz, juda baquvvat bo'lib, juda ko'rkam, chiroyli darvoza bo'ldi. Zamoklarga kelsak, har doim o'rnatadigan zubr zamok, rossiyskiy zubr zamokdan qo'yildi. Orqa holatlarini ko'rsatib o'tsak, orqa holatlari, orqalari ham tekis, mana plotniy bo'lib chiroyli chiqdi. Zatorlar, sentr zator. Darvozamiz kraskalariga kelsak, kraskalar Devo kraska, o'sha mokriy asfalt rangda bo'ldi. Kraskalarga ham xudo xohlasa garantiya, gruntovkalarigacha sepilib, lakgacha bo'lgan holati, 4 slog kraska sepilgan. Xudo xohlasa kraskalarimiz ham ancha yil xizmat qiladi. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Bu darvozamiz 1 kvadrat metr 1.300.000 so'mdan olib kelib o'rnatildi. O'sha summasi 14.400.000 so'm bo'ldi. Dostavka, ustanovka hamma yo'q ichida. Olib kelib o'rnatdik, akamiz pul sanab berdi, mana juda chiroyli holatda. Hurmatli aka-ukalar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Xudo xohlasa joylarini o'lchab, chiroyli qilib razmerga yasab berilaveradi. Doim kuzatib boringlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.